Mening ismim Doston, familiyam Ubaydullayev, Samarqand shahridanman. O'zbekiston Got Talent shouda zamonaviy raqs yo'nalishi bo'yicha qatnashyapman. Barcha ishtirokchilarga omad tilayman. Xuddi shunday ham o'zimga omad tilayman. Bu juda ham kerakli narsa. Va tomoshabinlarga iltimosim, ko'ringlar, ilhomlaninglar, san'atni sevishga harakat qilinglar. Oldin islimda bor, internetlarda, telefon kompyuterlarda Got Talent ko'rsatuvlarini ko'rganimda, chet davlatlarida qachonki bizlarda bo'lar ekan deb o'ylardim. Va o'zimga niyat qilgandim, agar O'zbekistonda bo'lganda birinchi mavsumida harakat qilaman chiqishga. 4-son bolalar va musiqa san'at maktabida 5 yil davom etyapti faoliyat olib borayotganligim. U yerda estrada xonandaligi yo'nalishi bo'yicha dars beraman. Hamda shahrimizda shu har xil shaxsiy maktablarda shu zamonaviy raqsdan to'garaklar ochganman. O'sha yerda dars berib, hip-hop madaniyatining rivojlanishiga o'z hissamni qo'shib kelyapman. O'zimda imенно shu raqs yo'nalishiga bo'lgan qiziqishim, muhabbatim oshib bordi va o'zimga aytdimki, aniq shu sohada shug'ullanaman, olib boraman, o'zimni rivojlantiraman. Menga bir kichik yo'l ochildi. O'zimni O'zbekiston xalqiga ko'rsatishga. Assalomu alaykum. Ismlari Doston. Yaxshimisiz Doston? Yaxshi, rahmat. Ko'rinishingiz juda ham chiroyli. Katta rahmat. Nimchani yarimi bor, yarimi yo'q, kreativ ko'rinishda. Rahmat. Bu libosni qayerdan oldingiz? Buni o'ylab topishdi. Dizaynerlar. Rafiqam. Sizning turmush o'rtog'ingiz, demak, dizayner. Rasm chizadi. Aha. Iltimos qildim. Yangi bir chiroyli bir libos, imенно O'zbekiston Got Talent show loyihasi uchun. Juda ham chiroyli. Oilaviy, ijodkor insonlar ekansiz. Da. Siz bugun bizni nima bilan lol qoldirasiz? Bugun hip-hop yo'nalishida o'zimni mahoratimni sizlarga taqdim etmoqchiman. Ozgina spoiler qilaman. O'zimizning milliy qo'shiqlarimizga zamonaviy raqsni ulaganman. Zo'r. Doston, bosing. Rahmat. Bobur aka, qo'lingizni olib kuling. Ziddiylikdan qochaverasiz. Bolalar ustimdan kulishyapti. Xavotir olganimdan chaqiraman-da, bolam. Xavotir olmang, men sizga ochib olaymi?
Национальный очень коротко. Да! Наконец-то! de. Bobur akam kuldilar birinchi marta. Gap yo'q. Menga juda ham yoqadi bu yo'nalish. Doston hamma tushunarli, men ham sizga ha deyman Shahzoda. Men ham sizga ha deyman. Sizda bugun 3 ta xabar O'zbekiston Got Talent loyihasida qolasiz. Keyingi bosqichda ko'rishguncha rahmat. Kattakon rahmat. Keyingi bosqichda qo'shiqligini kutamiz.